Zakaz urish uchun chap tomonda 3ta chiziqchani bosib kirdim. Makiyajni tanladim. Makiyajga kirgandan keyin yuzni tanladim. Yuzga kirgandan keyin pudrani tanladim. Pudrani mana bu hozir hammasi chiqadi. Men bonusdagini tanladim. Bu namlantiruvchi pudra, rosa yaxshi. Yuzga zo'r yotib beradi. O'sha pudrani tanladim. U hozir qimmat turibdi. 103 minglik tovar urganimizda o'zining bonus narxiga o'tib oladi. Keyin qaytib chiqib yana yordamga kirdim. Xizmat uhud deydi. Uhudda yana yuzni tanladim. Yuzda kremlar tanladim. Kremlar tanlaganimdan keyin yuz uchun hamma kremlar chiqadi. Universal kremlar chiqadi mana. Yuz, oyoq, qo'l, badan hammasi uchun. Yuz uchun SPF kremlar chiqadi. Kislorodniy mana balansni to'g'rilaydigan. Men hozir oqartiruvchi SPF kremni tanladim. Keyin yana chiqdim. Yana yordam Uhudga kirdim. Ko'z atrofi Uhud. Yo'q, yuz uchun tanladim. Yuz uchun sivrtkalar chiqadi. Zardoblar. Bu 1000 ta 2000 ta krem o'rnini bosuvchi narsa. Juda ham zo'r mahsulotlar. Mana har kuni ishlatiladi. Mana shu sivrtkalardan bir haftada mo'jiza degan seriyamizdan tanladim. Keyin 24 karatli tilla qo'shilgan sivrtkani tanladim. Hammasi korzinkaga tushaveradi. Mana tanlagan mahsulotlarim. Oldindan ham zakaz qilib qo'ygan mahsulotlarim bor edi. Keyin o'sha mahsulotlarni продолжitni bosamiz, davom ettirishni. Men hozir login parolim termasdan kirganman programmaga. Endi so'radi, bosib mana продолжitni bosamiz. Davom ettirish o'zbekchasida qo'ygan bo'lsangiz, o'shani bosamiz. Mana korзинаga solgan mahsulotlarim yana bir qator tekshirib chiqdim. Keyin продолжitni bosdim. Продолжitni bosgandan keyin bonuslar, aksiyalar chiqadi. Mana bonusdagi mahsulotlar 103 minglik tovar urganimizda arzon keladigan mahsulotlar. Hammasidan, masalan, duxiy pudra qo'yilgan bo'lsa, hammasidan bittadan urasiz